Hem tövendeki babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh azan aytqa adamning azini anlagan vaqtida anlagan adam nima deydi dedi. Nima deydi dedi. Bu 611 numaralı hadis. Bu hadise İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Abdullah ibn Yusuf hadis sözlep bergen idi dedi. Bu kişi dedi bizge Malik ibn Şahab'dan ibn Şahab Ata ibn Yazid el-Leysi'din haber bergen. Leysi Ebi Sa'id el-Hudri'din haber bergen. Cenab-ı Resulullah şundak degende azanını anlagan vaqtinglarda muazzin nemi dese şununla o'xshash danglar. Yani muazzin nim dese şununla ergeşim qilib muazzinning degan so'zni takrorlanglar degan. Endi tövende 612 numaralı hadisde İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Muaz ibn Fazale hadis sözlep bergen idi dedi. Bu zat dedi bizge Hişam Yahya'dan Yahya Muhammed ibn İbrahim ibn Haris'ten hadis sözlep bergen. Bu Muhammed ibn Haris deydi o. Bana İsa ibn Talha hadis sözlep bergen dedi. İsa Muaviye radiyallahu anhu'du ma'lum bir gün anlagan ekan. Şu vaqtida hamda Hazreti Muaviye ve eşhedü enne Muhammedur Resulullah degan yag'ichilik o'xshash muazzin bilan o'xshash degan dedi. Bizga İshaq hadis so'zlab berib mundaq degan. Bizga Vahb ibn Jarir so'zlab bergan dedi. Vahb ibn Jarir dedi bizga Hisham Yahya'dan ashtaq hadis so'zlab bergan idi deb shunaq deydi. Demak, mayadin bir siyohni qaylasa Hazreti Muaviye'nin ve eşhedü enne Muhammedur Resulullah degan yag'ichilar azanga ergashganlikka uning oyog'iga ergashmaganlikdek tuyg'u berib qo'ydi. Ammo boshqa rivoyatlar orqali buni to'liq azan muazzin nima degan bo'lsa shunday dedi deganlik iboralar keltirilgan. Xo'sh, 613 numaralı hadisda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh deydi Yahya mundaq degan deb bo'lib Yahya deydi menga bizning ba'zi qarindoshlarimiz hadis so'zlab bergan idi deydi. Bu yerdagi ba'zi qarindoshlarimiz degan gap bu ravi bu yerda yoshirilgan. Lekin bu Avza'i idi degan qarashlar bo'lgan. Chunki Yahyaning ustozi bu yerda İmam Avza'i rahmetullahi aleyh bo'lgan. O kishi deydi ba'zi qarindoshlarimiz mundaq degan. Hayya alas salat degan vaqtida la havla ve la kuvvete illa billah degan deydi. Ve deydi ravi ayet so'zlab bergan adam. Ya'ni Hazrat Muaviye Peygamberinglarning mushtaq deganligini anglagan edim dedi. Demak, yuqori hadisda ma tuvandagi ma iboratlar orqali to'g'rilayapti. Demak, hayya ala salat kelgan vaqtida la havla ve la kuvvete illa billah deymiz deb. Demak, hamda ma yuqoridagi va shadanda Muhammed Rasululloh degan gapni ma tuvandagi Yahyaning iborati to'liqlayapti. Ham undan boshqa qaysi bir Al-Qamat ibn Waqqas qo'daymi? Al-Qamat ibn Waqqasniki bayonida Hazrat Muaviyaniki azanda to'liq deganligi bayon qilingan. Demak, boshdagi kamlikni astidagi ziyodatlik to'liqlayapti.